Assalomu alaykum. Qarindoshlar, tejiklar, qirg'izlar. Biz mana 70 yil bo'ldi shu Tojikistonda yashaymiz. Biz yer terbegende Hayit rayonidan 50-yil muhojir bo'lib keldik bu yerga. Mana Sharora qishlog'ida, Nohyay, Sordo shunda 70 yil bo'ldi tejik qirg'izlar birga yashab, to'y, ma'raka, hamma turush, o'tirishimiz bir ketib jatat. Mana biz tejik debaymiz, ular bizni qirg'iz debaydilar. Yaxshi tirikchilik qilib jatamiz. Mana endi jangidan eshitibizki, mana granitsadan bunday bo'lib tur. İltimos qilaman. Tojik vayenilaridan, qirg'iz vayenilaridan, shu granitsada xizmat qila turgan odamlardan iltimos qilaman. İltimos qilaman dag'inam. Urushvasinlar. Bu yer hammaning boshidan qoladi. Shu biri-birini atishib shundagan bo'lishib bizlarga ham nimasi tiyet. Ana endi sizlerden juda katta iltimos qilamanki, granitsada ham şu soldatlar, qirg'izlar, tojiklar bilan birga bo'lib, birga ovqat yeb, birga yashab, birga shu o'rtog'i shayton kiradi, o'rtog'i begona odamlar kirib urushtiradi sizlarni. Endi bizning xalosimiz mana shu Tojikistonda biz shuncha yil bo'ldi yashab kelishimiz. Masjidlarimiz bir internasional, qirg'iz, tojik, o'zbek hamma millat bor. Tojik hammamiz birga yashaymiz. Sizlardan iltimos qilaman, Tojikistonda ko'p yaxshi yashov ketib boradi. Podshomiz mana Emomali Sharipovich qaysi dunyoga hammasini bizga nima qilib tushuntirib berdi. Hamma dunyo bizni taniydi Tojikistonda. Dünya tanıydı bizni. Mana hamsayamiz Afg'onistonda kunniga jarilish bo'lib, bugun sahar men televizorda qaradim. 50 odam o'ldi, 180 odam yarador bo'ldi. Mana shularda shu mana hamma millat bor, qirg'iz, tojik, turkmen, afg'on, hamma pashtun, mashtun menen. Lekin yo'q, 40 yil bo'ldi urush ketib jatadi. Endi sizlardan iltimos qilaman, tojik, qirg'iz ulutlar, endi shu birga bo'lib yashag'ila. Mana biz shu Emomali Sharipovich bardi, Afg'oniston bardi, o'yqob, bardi Rossiyaga biriktirib xalqni atani bala menen, ejeni ene menen shu hozirgacha gulday yashab kelishdamiz, gulday. Ves dünya hozir Tojikistonda onda taniydilar. Hammani bizda tanishtirdi dunyo bo'yicha. Endi sizlardan iltimos qilamiz, bizning tirikchiligimiz yaxshi, kamchiligimiz yo'q. Mana shu Tojikistonda kamchiligimiz yo'q. İltimos qilamanki, shu yashov yaxshi bo'lsin, do'stlik bo'lsin, dushmanlik yo'q bo'lsin o'rtadan. Hammamiz biri-birimiz bilan yashab, gulday yashab, shu bar kunimizgacha yashaylik. Rahmat.